Assalomu alaykum. Azizlar, bizga uydagilardan kladovka qilishimiz haqida iltimos tushgani uchun shu ishni boshladik. Bu gazoblok deyishar ekan. 7,5 santimetrga 25 santimetr, bunaqasiga 63. Vapros bor. Bizda mana bunday armatura bor. Shuni devorga joylab, bu yoqasiga shtraba qilib ketish kerak. Yoki mana bunday o'zimiz bilgan podvesnoy deymizmi, direktorat deyishadi ko'pchiliklari. Shunday qo'yib ketganimiz qulay deb o'yladim. Loy qo'ysangiz ham, boshqa qilsangiz ham qotirib ketamiz bular bunga qilib ushlab qoladi. Mana shuni esa shtraba qilishga to'g'ri kelyapti. Ya'ni kavlab tiqib ketish kerak, xalaqit bermaslik uchun. Tagidagisi esa saqishlangan 1,5 santimetrlik ilgariga, endi bizni bilmayman, polda, endi bu laminat polga o'xshagan qattiq parketni ekan. Juda mustahkam. Buni tagiga suv o'tmaydigan narsadan sustab qildik. Albatta, menimcha yaxshi chiqsa kerak, xudo xolasa. Bu haqida bilganlar bo'lsa, o'rtoqlashsalaring bo'ladi kommentda. Hammaga omad.